Madaura aynan kim? Ular g'arb qaroqchilari. Sehrli qurollari bilan hammani talon-taroj qiladigan qaroqchilar. Ammo qanday qilib qaroqchilar bunday joyni egallab olishdi? Dengiz flotining himoyasida bo'lsa ham, Aktian dengizini qaroqchilar egallashiga sabab yo'qmi? Bu haqiqat. Barcha qo'shinlarimizni shimoliy chegaraga yuborganimiz uchun bu yerda faqatgina vaqtinchalikka qola olamiz. Shimoliy chegara. Ha, Magnosatga qarshi mudofaamizning oldingi chizig'i. Mustasimlar sulolasi qulaganidan beri boshqa davlatlar ham kirib kela boshladi. Bulardan keyin ularni nima qilishini ayta olmaymiz. Ular juda ham dahshatli xalq. Bu Olovuddin bormoqchi bo'lgan mamlakat emasmidi? Ha, balki shu sabab uchun bormoqchi bo'lgandir. Sizdan iltimos qilaman. Nima? Yo'q, ilojimiz yo'q. Mening bolamni qutqaring. Qaroqchilar tortib olgan bolalarni qutqaring. Bolalarmi? Ular nima deyishyapti? Ko'ryapsizmi? Madaura har safar hujum qilganda qishloqdan tanlangan bolalarni o'g'irlab ketishadi. Bu ham emas, negadir faqat xarobalardan bolalarni olib ketishadi. Ularning maqsadi hozircha bizga noma'lum. Olovuddin